Hurmatli tumandoshlar, endi sahnamizga, badiiy maydonimizga bugungi tadbirimizni yana bir hurmatli aziz mehmoni, barchamizning, yoshlarimizning sevimli ijodkori, O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining o'rinbosari, o'sha barchamizga ma'lum mashhur bo'lgan Men durman o'sha qo'shig'ining matn muallifi ustoz Botirjon Ergashevni taklif etamiz. Marhamat. Besharig'imizning, tumanimizning asl farzandi, faxri ustoz, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, qadrli beshariqliklar, aziz yurtdoshlar, jigarlar, opa-singillarimiz, aka-ukalarimiz, jondan shirin aziz farzandlarimiz. To'g'risini aytsam, bugungi mana shunday ajoyib bayramdan sal bexabarroq edim. Bugun uyda uy yumushlari bilan mashg'ul edik, qishloqda. Xabar bo'lib qoldi, bir zo'r qadrli bir xonanda ukam mana shu bayramda sizlarni xursand qilish uchun tashrif buyurayotgan ekan, bir ko'rishib qo'yishim kerak degan ma'noda opam, ukam keluvdik. Mana shunday ajoyib bayramning ustidan chiqdik. Men avvalo xalqimiz nomidan, men ham beshariqlikman va bu nomni faxr bilan har joyda boshim uzra ko'tarib yuraman. Hurmatli hokimimiz Rasuljon aka, xalqimizni mana shu beshariqliklarni xursand qilaylik deb mana shunday go'zal bir, juda ham bir yuqori saviyadagi konsert dasturini tashkil qilibdilar. Fursatdan foydalanib barchangizning nomingizdan hurmatli hokimimiz boshchilik tumanimiz rahbariyatiga alohida tashakkur bildiraman. Har doim xalqni oldida, haqni oldida, muhtaram yurtboshimiz oldida yuzingiz yorug' bo'lib, xalqimizning hayotini yanada farovon bo'lishida tinmay xizmat qilib yurishingizni yaratgandan tilayman. Ochig'i beshariqqa kelsam mazza qilaman har doim, ayniqsa bahor faslida kelish odamga o'zgacha bir ruh bag'ishlaydi. To'g'risi, men bu kiyimda noqulayroq kasrim shuni kiyib kelsam bo'lar ekan, sahnabop bo'lib. Ming bor uzr so'rayman, endi boya aytdim, uyda uy yumushlari bilan edik. Endi shoir sahnaga chiqsa nima qiladi? Endi she'r o'qib beradi. Qaysi she'r o'qishni ham bilmayman, hayajon. Ochig'i dunyoni juda katta bir maydonlarida she'r o'qish nasib qilgan, lekin o'zingni yurtingda, o'zing bir tetapoya bo'lib, katta bo'lib, tug'ilib o'sgan joyingni sahnasida turib, o'zingni yurtdoshlaring, qishloqdoshlaring, mahalladoshlaring, tumandoshlaringni qarshisida gapirish, bir she'r o'qish, ochig'i botir bo'lsam ham hozir sal tizim qaltirab turibdi. Shu qishloqqa qaytib uni zavqlanib bir ilhom kelib yozilgan bir she'r o'qib bermoqchiman. Bayram sovg'asi sifatida. Qishlog'imga nihoyat qaytdim. Qishlog'imga nihoyat qaytdim, musofirlik kiyimini yechib. Sog'inchimning qo'shig'ini aytdim, baland parvoz so'zlardan kechib. Naql borki, qancha boqsang ham bo'ri o'rmon ichra boqadi, shahar emas, shu qishloqqina menga juda yoqadi. Tor ko'chalar, pastak devorlar menga aziz ediya qanday, tuyuladi mana bu tollar yoshligimni qaytib berganday. Toychoq qilib tut shoxlaridan tuproqlarga ko'milar edik. Qochib oftob nigohlaridan loyqa suvda cho'milar edik. Kechalari xayol bir muddat ko'zlamasdi sira olisni. O'shanda men o'ylardim faqat tolpopuklar taqqan xolisni. Tinmasdik hech vaqtni beamon sovurardik ko'kka kunini. Sakrardik qor yog'yapti devon, shamol to'ksa o'rik gulini. Yoshlikda biz nonni nanna deb yalang oyoq kezardik sayoq. Endi esa nonni tanlab yeb, endi oftob ko'rmaydi oyoq. Ana o'sha biz o'ylagan bog', endi unda o'g'lim ischasi o'ynar, ana popukli quvnoq, xolisimning jajji qizchasi. Rahmat, bayram muborak bo'lsin, sog' bo'linglar. Katta rahmat. Rahmat.